Chaqir Hayot akani bugundan boshlab oshpazmasiz. Mani kechiring. Choyxonani men ochganman. Tur. Doston? Hozir aka. Bo'ladi, aka. Keling, salom alaykum. Juda qornim och. Qaytgan ovqatsiz bo'lsam dedim. Bo'l, hozir. Sayyid! Akani olib joylashtir. Keyin qaytib kel oldimga. Choydan ichaymi? Choy bo'ling. Oling. Haydagi? Ha, o'tirgan odamsan, xavotirroq bo'laringchi. Sayyid, qo'yaver, u ham Allohning bandasi ekan. Obormamni olib ber, savob bo'ladi. Aka? Oling. Bo'ldi, soat 9 ga 1:30 osha. Xo'p. Sayyid. Nima xo'jayin? 9-xonaga osh suzildimi? Ha, suzildi. Xo'p, 15 minutdan keyin 11-xonani ovqatini berasan. Bo'ldi. Kimmanmi? Bilmadim, boya Hayotga aytdi, ovqat bergin deb, ovqat solib berdi, olib chiqib berdi. Nima ahvol bu? Xohlagan odamingni olib kirib o'tkazib qo'ysalar, Chaqir Hayot akani. Salom alaykum. Nima ahvol bu Hayot aka? Choyxonani men ochganman. Xohlagan odamingizni olib kelib o'tkazib qo'yishingizga haqqingiz yo'q. Haddingizni biling. Xo'p. Tur. Doston? Hayot aka meteor Said tez kesildi. Salom alaykum. Assalomu alaykum. Hayot aka, keling. Chaqirtirganmisiz? Ha, sizga muhim bir topshiriq bor. Bugundan boshlab oshpazmasiz. Bosh oshpazsiz. Ovqat pishirib kuydirib qilib yurmaysiz aka. Nazoratni ushlab bersangiz bo'ldi bolalar. Bu nima sababdan xo'jayin? Kechagi voqea. Ukam 3 yil oldin bedarak yo'qolgan edi. Yaxshi ham shu Ulfatlar choyxonasini ochgan ekanman. Agar ko'chadagi bir alkash deb haydab yuborganingizda men 3 yil oldin yo'qotgan ukamni topa olmasdim. Bilasizmi? Na azo ochishimni bilardim. Qidirmagan joyim qolmadi. Sizning mehribonligingiz sabab ukam topildi aka. O'shaning uchun sizni martabangiz, oyligingizni ham oshirib beraman. Tez bo'lganligi uchun-da. To'g'rimi? 3 yil yo'qoldi aka. 3 yil deganda topdim. Rahmat sizga. Lekin xo'jayin, shu odam begona bo'lganda itdek quvib solmoqchi edingiz, to'g'rimi? Siltalashingizni qarang. Odam hammaga birdek bo'lish kerak, xo'jayin. Mani kechiring. Men bu ishni ishlayman. Mat bo'lgin matlarga kuladi tole. Egilsang bu zamon tepib ketadi. Bolajonim, qancha sarson bo'lib yurgan ekan. Ozib ketibdi bolam, sho'rlik. Mayli ona, kuyinavermang. Yaxshi insonlar bor ekan, mana topildi. Bag'rimizga qaytdi. O'g'lim, keyin yaxshi doktorga ko'rsatgan, xo'pmi? Siz u yog'idan xavotir olmang. Oila med klinikasini bilasiz. Erkin akam yaxshi mutaxassis. Gaplashib qo'yganman. Ertalab tong otishi bilan olib boraman. Juda yaxshi bo'lyapsan. Xudo yo'liga bosh ko'zidan sadaqa qilib ehson qilib yuborgin bolam.
Zora, bolam yaxshi bo'lib ketsa. Shu ehson borasida bir yaxshi rejam bor. Siz ham rosa xursand bo'lasiz. Ukamni boshqa o'zidan sadaqa. Umringda baraka top bolam. Bo'lmasa bitta duo qilayman boring. Ilohim. Umringlarga baraka bersin, topganinglarga baraka bersin. Ilohim bolam sog' salomat yaxshi bo'lib ketsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Erkin aka Nazrullo ish bilan gaplashgan edik. Bor edilar, kutib o'tirasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Doston yaxshimisan? Qala o'zgarish bormi, doktor? Ancha yaxshi. Kelgandagiga nisbatan ancha o'zlari kelyaptilar. Qon bosimlari, gemoglobinlari ko'tarilyapti. Xotiralari ham sekin-sekin o'zlari keladi. Xudo xolasa shifo beradi. Ko'rinishi ham ancha yaxshi. Boriga shukr, rahmat sizlarga ham. Rahmat. Xudo xolasa to'yga birga bo'lasizlar. Albatta. O'tdan chiqqandan keyin qo'shaloq to'y. Onajon, assalomu alaykum. Men Hayot akamni topdim. Yangi yo'ldagi Shashlik City'da ishlayotgan ekan. Xo'p, bugun yangilik bilan boraman, xudo xolasa. Hormang, assalomu alaykum. Hayot aka, bormisiz? Yaxshimisiz? Sizmisiz? Tanjoningiz sog'mi? Xudoga shukr, keling. Chataringiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Aka, bilaman mendan ozgina xafasiz. Ayyo, Lekin hozir ozgina vaqtingizni olaman, men bilan bormasangiz bo'lmaydigan joy bor. Faqat yo'qdi men aka. Aybim bor, bilaman. xo'p. Asqar. Keling uka. Shunda qarab turing, ichkarida zalda o'tirishib shularni olib kirib berasiz. Hozir kelaman. Ona tayyormisiz? Voy, ha, tayyorman. Namchi hovliqmasang? Bugun sizni xursand qiladigan kunim. Bir joyga borib kelamiz, yuring. Mayli. Ana onajon, Hayot akam bular. Dostonni topirishiga sababchi inson. Voy, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat sizga kattakon. Sayid. Charchamabsan? Dostoniga qani? Chaqir. Assalomu alaykum. Sayid, Qalaysiz aka? sizmisiz? Rahmat. Rahmat. Keyin anu men aytgan narsani ham olib chiqsin. Xullas, ona yetib keldik mana. Doston mana Hayot aka. Ya Dostonbek, Yaxshimisiz aka? assalomu alaykum. Charchamasizmi? Sizmisiz? Yaxshimisiz? Opa olib qoldingizmi? Mani qo'limdan olmasligingiz aniq. Mendan xafa bo'lgansiz chunki. Shu Dostonni qo'lidan oling. Chunki siz sababli hayotga qaytdi shu uyga. Ona, sizga aytgan ehsonim ham shundan iborat edi. Bugundan boshlab Hayot akam bu choyxonada oshpazamiz, bosh oshpazamiz. Rahbar. Juda yaxshi Sizga o'ylabsan. bizni oila nomidan hadya. Oling, olavering. Yaxshi Muborak kunlaringizga bo'lsin. buyursin. Yo'q. Buni qabul qila olmayman. Oling, Doston. Gap mol mulkda emas, Jasurbek. Men xursand bo'ldim. Ayniqsa Doston o'ziga qaytganligidan, oilalarga qaytganligidan. Opajon bag'ringiz to'libdi. Gap insongarchilikda. Siz o'zligingizga qaytibsiz, men shunga xursandman. Demak, meni kechirdingiz aka. Sog' bo'ling, Jasurbek. Joningiz sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Ushbu video kimlargadir ibrat bo'lishi mumkin. Lekin shu video orqali
3 ta reklamani lyoqqa tiqib ketdik. Rozi bo'lasizlar.